trendga chiqib ketgan mashinamiz salatali bo'lib ketib, tugab ketgan edi. Narxini O'zbekistondagi eng arzon narxda sotganmiz. Hozir undan ham arzon bo'lib ketdi. Tugatishga beraveramiz. Hayit bayrami munosabati bilan. Narxi o'zi skidkada 1 299 mingga sotganmiz. O'rta Osiyoda unaqangi arzon bo'lmagan. Endi diqqat qilinglar. Tugatishga beraveramiz. Bu mashinani bitta ko'rsatib ketay, xohlasanglar pul bilan shunaqa qilib boshqarsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana bunaqangi rejimi ham bor. Tebratib mana bunaqa qilib bolajonni ichida uxlatib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bolajonlar ichida o'zi pedallari bor, boshqarsa ham bo'ladi. Narxini endi aytaman, skidkada hech kimga aytmanglar. 999 ming so'm. Bunaqangi narx javob hech katta yo'q, ulgurib olinglar. Mana bu mashinani qaranglar, Maybach'ga maza qilib olib ketinglar. O'zimiz ham 1 299 mingdan olganmiz o'tgan safar skidkada. Hozir 999 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi yoki mana shu nomerlarga telefon qilib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Arzonchi eng to'g'ri tanlov. Videoga like bosib qo'yib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar.